Xullas, bizni bugungi oladigan trendimiz Firdavs komandir bo'lganda nima bo'lardi? Alo, van. Mayli, men do'q anaqa nima boshqa qolar. Agar Nabiy komandir bo'lmaganda, men montajiga qiynalib qolardim ozgina просто hozir. Alo bo'lib qolardi hozir. Alo bo'lmay qolardi montajda. Astag'firullah. Agar Nabiy komandiri bo'lmaganda hamma o'yinchog'im o'zimda bo'lgan bo'lardi. O'yinchoq uchun mana anaqa edi. Agar Nabiy komandada bo'lmaganda, komandani o'zi bo'lmas edi. Ana aytdim-ku, mana hammasi qoldirdim domasiga. Men yana bitta aytib ketaymi? Kecha mahallada shapaloni yeb yurgan, Instagramda bugun basharasi qiyshirgan, Centerskiy paynetka roja. Ko'p gapirma. Jim tur. Qo'ling sinib ketishini his qilmayapsan hozir o'rta. Agar men komandada bo'lmaganimda, hamma joyimni surxib yurganida tozalaydigan odam bo'lmasdi. Ha? Men 18 yoshda tashlab ketadi. Men yana nimadir qilib tashlab ketadi. Sen ham kiyimlaringni yubiraman har doim. Mana qarang, 18 gapirdi sizga, kamronga kiyimlanayapti. Menga nimadir dordi bo'ldi. Kimga qiyman, nima qilarsiz? Ana shu bilasanmi, men qizlar bilan. Men mustashoysan. Agar Firdavs komandada bo'lmaganda, Nabiy davay men videoni oling, Azman videoni oling, Kamran videoni ol, keyin men videoni olamiz deb turadigan odam bo'lmasdi. Men qizimni o'zingga berib o'tirasan. Qo'yinglar bunaqa videoga chiqib yolg'on gapirmaydi. Mana. Agar Fede bo'lmaganda men bilan o'tda urushadigan odam bo'lmasdi. O'zi o'ldiribdi. Sal qoldi reanimatsiyadan tirik chiqdi. Yaxshi bo'ladi. Agar Firdavs bo'lmaganda, meni kunim bitta dona arzga qolib, arzga yana ham og'irligim ko'proq tushib qolgan bo'lardi. Men komanda bo'lmaganimda, mana bitta yaxshilab qo'yamiz kamonni. Tipi krasavchik bitta bo'lardi mana. Men bo'lmaganimda krasavchik bir yarimta bo'lardi. Shol yo'qol. birinchi agar komanda Kecha mahallada shapaloni yeb yurgan